Yoshlari 33 yoshda hozir bularga full face muolajasi bilan 28 yoshli qiz qilib qo'yamiz 15 minut ichida. Full face muolajamizni burunni kichraytiramiz, qosh ko'taramiz, nasa gubkalarni ko'taramiz, lifting effekt beramiz yuzga и подбородкlar, uglejolilar ham ko'tariladi, chiroyli bo'ladi. И lablarni ham chiroyli formaga olib kelsak bo'ladi. Osilishlari bor yuzida tarang qilib 15 minutda tortib beramiz. Mana qizlar, muolajamiz tugadi, yuzlari chiroyli bo'lib yaltilladi, tarang bo'lib tortildi, lifting effekt berilyapti. 5 yoshga yoshardilarmi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu face muolajasi sizlarga ham qiziq bo'lsa, 10 yoshdan 5 yoshgacha yosharmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar.